qari insonlar uchun ikkitasi bitta mahsulot topib oldim. Ya'ni qari insonlar misol uchun ko'chaga chiqqanda hassa sifatida ishlatiladigan mahsulot endi ham o'tirg'ich sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Mana shunaqa holatda ko'rsangiz bo'ladi. Bu 150 kilogacha insonlarni ko'tarar ekan. Bu qanaqa ishlaydi deganlar uchun mana shu joyda bitta knopka orqali ishlar ekan. Yopilishi va ochilishi mana shu bitta knopkani bosib turish orqali ochiladi, yopiladi. Endi bu tarafida zaryadlaydigan joyi ham bor, ichida batareykasi bor. Bu tarafi plastmassa va o'tirg'ich ham plastmassa va bu yog'i nerjavekadan yasalgan. 150 kilogacha bemalol ko'tara oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $50 tushar ekan. O'zimiz summaga endi kommentarda yozib ketasizlar, arziydimi yo'qmi. Endi buni batareykasi qancha vaqtga yetadi deganimda, ishlatishingizga bog'liq. Qancha ko'p ishlatsangiz, shuncha tez tugaydi. Agar kam-kam o'tiradigan, misol uchun kuniga 2 marta, 3 marta foydalanganda ko'proqqa ketadi deyishyapti. Sizga qanaqasidan kerak? Hammasini topib beramiz. O'zbekistonga ham necha pulga tushishini ham aytib o'tamiz. Qoyilmisizlar?